22 yoshimda uylandim va biz birga yashay boshladik. Xotinim kasal bo'lsa, o'zini himoyaga muhtoj bir bolachaday, kichkina bir qizchaga o'xshab tutardi. Va bu narsa menga har doim ham yoqavermasdi. Men uni eri bo'lsam ham menga aytayotgan dardlarini, shikoyatlarini, hatto ba'zida erkaliklarini to'g'risi menga erish tuyulardi bu narsalar. Biz bir kuni qattiq urushib qoldik. Jahl ustidan men unga qachongacha noliysan, qachongacha dardingni aytasan, qachongacha yosh bolachaga o'xshaysan, bo'ldi endi kattargin, ulg'aygin, jonimga tegib ketding deb qattiq baqirib yubordim. O'sha kundan keyin hammasi ideal bo'lib qoldi. U menga na dardlarini, na shikoyatlarini aytmay qo'ydi, erkaliklar qilmay qo'ydi. Bir kuni vafot etdi saratondan. Lekin hatto bu narsadan meni xabarim ham yo'q edi. Chunki men o'zim unga dardlarini, shikoyatlarini aytishni taqiqlab qo'ygandim. Ana endi tushunib yetyapman. U mendan shunchaki g'amxo'rlik, e'tibor, himoya xohlagan ekan. O'sha kundan beri men o'zimni kechira olmayman. Kechira olmasam ham kerak. Balki bilganimda hammasi boshqacha bo'lgan bo'lardi. Omonatga xiyonat qildim. Sizchi?